Assalomu alaykum tog'a. Jiyan. Shu o'g'ilcha abituriyent edi. O'qishga olib kelgandim. Bir kun turib tursak bo'ladimi sanikida? Bunlar tog'a kelinglar bemalol. Qara tarvuz olib keldim senga. Ovora bo'lsa tog'a. Xush kelibsizlar tog'a. Gap yo'q jiyan. Uyingda konditsioner bor ekan, mazza ekanda senga. Qishloqda havolar isib ketdi, yashab bo'lmay qoldi jiyan. Yana nima gaplar tog'a? Tarvuz olib keldim, ko'rdingmi? Ha, sizlar bemalol o'tirib turinglar, men hozir kelaman. Tog'a? Obed bo'ldi, bormaysizlarmi qabulga? Jiyan, ko'chani qarab havo isib yotibdi. Mazza qilib konditsionerda yotibmiz-da. Tem bo'lib qabul ham onlayn ekan-ku. Olib kelgan tarvuzim qanday ekan? Ha, zo'r. Tog'a svetni o'chirib keting. Nima qilay? Svetni o'chirib keting. Xotiningga aytsam normalniy ovqat qilsin. O'g'ilchani qo'ri to'ymayapti. Tog'a, siz ham xafa bo'lsangiz aytaman. Bir kunga deb kelib, bir haftadan beri yeb yotibsizlar. Qo'yasizlarmi, yo'qmi yashagan? Biz quruq keldikmi? Tarvuzni kim olib keldi? Borib boshqa xonani tortishinglar. Odam uxlayapti mana bu yerda-da. Bizni ham qishloqqa borgimiz keladi. Lekin uyimizda konditsioner yo'q, sanikida bor ekan. Tog'a, agar shu konditsioner muammo bo'layotgan bo'lsa, mana bular bitta joyga borasiz. Turing. Mana tog'a, Ideya do'konida bitta 24 talik Citroen konditsioner sotib olsangiz, 2 kamerali primer xolodilnikni tekinga qo'shib beryapti. Yo'q, zo'r-ku. Xolodilnikka tarvuz solib qo'yaman ekanda. Xohlasangiz tog'a, ikkita 12 talik Citroen konditsioner sotib oling. Bunga ham boyagi xolodilnik tekinga qo'shib beradi. Zo'r-ku. Tezroq olish kerak ekanda. Tezroq oling, 31-iyulgacha bo'ladi bu aksiya. Jiyannikni tanladim, siz bilan yurgan telpakkalli aka. Assalomu alaykum. Men buni tanimayman. Men seni tanishing deb o'ylayapman. Qanday men tanishim bo'ladi? Siz bilan keldik-ku bu. Sen kim? Men ham seni tanimayman. Ko'cha issiq yonib yotdi. O'shanga bir muzayroq xonada yotay deb chiqdim-da. Nima his qilyapsiz, Bobur aka? Telefonimni o'g'irlatib qo'ydim. Endi qayerdan topaman? Hamma meni izlab yurganda. Mana telefoningiz. Sizlar kimsizlar? Biz boya telefoningizni o'g'irlagandik. Nimaga olib berdinglar? Bozorga olib bordik, narxni yerga urib tashlab, nima kerak bizga unaqa narsa? Yo'lkiran narxi ham emasda u. Sizlar tupoy ekansizlar borku. Bozorga bormasdan, issiqda yurmasdan, uyda ham yotib sotsanglar bo'lardi-ku. Qanaqa qilib? Easy Market degan onlayn bozor bor. O'sha yerda telefonlarni sotib olsanglar ham bo'ladi. Bu ilovada nafaqat telefon, balki boshqa gadjetlarni ham sotib olsanglar bo'ladi. Hozir ularda kakas aksiya ketyapti. Arzon telefonlarni istoriyasiga qo'yib berilyapti, bir pashta sotilyapti. Telefonni bering. Mayli, omadinglarni bersin ukalarim. Yana nimaga siqilyapsiz? Mana tupoymisiz degan. Nimaga? Tupoy bo'lmasam, o'g'rilar eshigim tagigacha keldi. Telefonni berib yuborishga berib yubordim, korobkasini berib yubormaman-ku. Haqiqatan tuppoy ekansiz. Bilganda zaryadchiklarni beraveraydim. Ha, qimmatroqqa sotardi, bechoralar. Nabi kartoshkani olib keldingmi? Klient keldi. Assalomu alaykum aka. Kartoshkalar qanchadan? Har xil akajon, 4000, 4500, 5000. Yo, tavba. Bozordan ham arzon-kisizlar-da? Ha, endi akajon bizda optim narxlarda. Aka, menga bir qop bering. Hisob. Jonim, Sergelida Toshkent indeksda ekobozor ochilibdi. Narxlari shunaqa arzon, bir qop kartoshka oldim. 1-avgust kuni Toshkent indeksda ekobozor ochilishi bo'lar ekan. Unda ko'p san'atkorlar kelar ekan. Eng qiziq, men bir qop kartoshka oldim. Shunaqa arzon narxlarda. Men nima qilay? Men nima qilay? 5000 bersang ber. O'zi bor ket. Aka taksi chaqirdingizmi? Men chaqirdim aka. Toshkent indeksda ekobozor ochildi. Sharq tashlab qo'yaymi? Yo'q, yo'qda sharoitlar shunaqa zo'r, salqin. Men bir qop kartoshka oldim, eng arzon narxlarda. Yo'q, ketasanmi? Yo, shuni aytib qo'yay dedim-da aka. Apajon, eshitdingizmi? Toshkent indeksda ekobozor ochildi. Men bir qop kartoshka oldim. Hammaga ayt ekobozor ochilganligini. Hamma bildi o'zi. Sen bir ekobozorga bormay ekan. Bir qop kartoshka olganingni hammaga aytyapsan. Bitta dona banan olsang nima qilasan? Добрый вечер. Добрый вчера. Kimdan dars o'qi? Beraman. Давай. Ey.
Sardob gapidan keyin gapirasiz. Ertalab ulgurmayman-da. Boshida shunaqa Bizga ertalab ulgurmaslik ishga ulgurmayapti-ku. Unda tema yo'q. Nima edi? Bistage. Bistage. Endi ona ertalabgacha yuruvsiz ishtah bo'lsa ajinlar siyib ketadi. Yulayotgan kirmaysanmi ha? Ketdik. nima bo'ladi o'zi? Hozir ko'rasan. Bir oy bir quyosh. Hopishibdi, o. Pichirlab ayting uni. Tushundingizmi? Keyin qarab, keyin bemalol gapiring. Snata. Videoga oling bizga. Nima kameraga ayting nima bo'lsin? To'xtab turing, alkashga ishlatdim. Backscan. Bo'ldi. Backstage. Backstage.